Ben bu yıl 26 yaş. Nemiş baytaq? Şu yolçunu tugab ketgandan keyin baytaq shu. Qancha yil bo'ldi baytaq qo'qqali? 4 yil bo'ldi. Undan burun to'y qilib degansiz. 22 yaşımdan to'y qildim. Uzun o'tmaylam yo'lishini tugab ketdi. Balam qo'zg'imlik vaqtlar shu yuzini ko'ramay tugab ketib qoldi qatnasha qasda. Undan bo'lsa hozir qayta loyiq deb o'ylaysiz bo'lsangiz qanday odam bosgan deb o'ylaysiz? Men shu bir mas'uliyatchan to'y qiz bosgan, anam shu balamni bir o'zining bolasidek ko'ra olsa deb shu umid bor. Qavmiyatda bekni bo'lib ketmayman. Agar qarshi tarafdan bolasi olsa qabul qila olamsiz? Qabul qila olmayman, lekin endi yana bir bolalar bo'lmasa bo'lmaydi emasmi? Shu endi bo'lsa bo'ldan 3 balni tug'ishni aniq o'tirib qo'ymadi. O'tirib qo'ymagandan keyin endi shu qarshi tarafdan davlat o'qmayman, men yana to'y qilib yana bir bal bo'lg'im bor, ishdan o'xshaydi bor. Sizni turmush qolishingizga juqtoqchilarga. Turmush qolishim Chiroyli qilsangiz. Bana yo'q emas. Mendan kichiklarni to'y qilmaganlarni qildi, lekin ularga tuzuk ishonch bog'layolmadim. Endi kellarda to'y qilib qolsak mazangan. Yaxshi o'tsak o'tmas, endi bir uyda urush jadal bo'lmaydigan bo'lmaydi. Meni qo'shimda yaxshi o'tib ketgan bor. Tasadduqga urushib qolsak shu sen to'y qilgandan balonga men sen bilan to'y qilgandim. Shunday deyishdilar, to'qayman, boshqa beklimam yo'q. Boyigizlik jihatda o'qish tarixi jihatda talabangiz bormi? Çoğuncanım yukarı bas buldu. Yani fakat bu makas kocaman yukarı basın bulardı. Hani bu benim bu şu bir metre 60 kilo, diğerlerim 50 kilo. Peki bu da olmaysa normallara olsa bu ikislik benim giden tanıya benim giden sen ikisi bas bulardı. Do'stlar, sizlar anladinglar, bu mening bir xizmatdoshim, bu 26 yosh, bu 1.60, og'irlik 50 kilo. Bu qiz bir qatim to'y qilgan, yo'ldoshi bir voqealar bilan tugab ketibdi ekan, 3 yil bo'ldi hozir. Bu qizni muvaffaq ko'rgan yigitlar inkasrayning xat yozinglar, inkasrayni kirishlar.